Shinray olgan mijozlar orasida sizni eng hayratlantirgan fikr qaysi bo'lgan? Shu kungacha meni hayratlantirgan narsa bu klientlarimiz kelib sotib olgandan keyin oldinroq sotib olmaganimga afsuslandim deyishlari, sababi mashinani sotib olgandan keyin o'zini pulini juda ham tez oqlaydi. Shinray haqida odamlar eng ko'p noto'g'ri o'ylaydigan narsa nima? Eng ko'p noto'g'ri o'ylaydigan fikr bu Xitoy avtomobili ekan deb o'ylashadi, lekin avtosalonga kelgandan keyin mashinalar o'zimizda Sirdaryo zavodidan chiqayotganini eshitib va mashinani haydab ko'rgandan keyin juda ham tez fikrlari ijobiy tomonga o'zgaradi. Hozir ikkilanib turgan odamga bitta gap aytishingiz kerak bo'lsa, nima der edingiz? Agar siz yuk mashina haydab o'z daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki tadbirkorligingizda xarajatlari kam bo'lgan, uzoq muddatga xizmat qiladigan mashina qidirayotgan bo'lsangiz, albatta men Shinray yuk mashinalarini olishni tavsiya qilaman. Sababi yaxshi tanlangan mashina bu xarajat emas, bu qo'shimcha sizga daromad. Agar sizga qaysi yuk mashinasi to'g'ri kelishini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Biz o'zimiz aloqaga chiqib bepul tavsiyalarni berib boramiz.